Afsusdan g'amga botganmisiz hech? Hali ham eslayman. O'sha 7-8 sinflarimda menga ba'zi savollar hech tinchlik bermasdi. Bu haqiqatdan ham ko'p o'ylardim o'sha narsani. Yashashdan ma'no nima? Nahot hayot faqat sinov bo'lsa? Nega taqdir kerak unda? Xo'p, bizani yaratgan yaratdi. Xo'sh, yaratganning o'zi qayerdan kelgan? Men bo'sh bo'lib qolardim, ishonasizmi? Qo'rqib ketardim, ma'no topa olmasdan. O'sha ozgina boshim bilan topa olmadim. Aqlim yetmadi. Shunchaki yashashni niyat qildim. Go'zal yashashni, ma'noni o'zimda, o'z hayotimda topishni, izlashni, izlanishni shuning uchun berilmaganmikin umrga. Endi tushunyapman. O'shanda tavakkal qilgan ekanman deb o'zim bilmasdan. To'g'ri niyat qilgan ekanman deb o'zim bilmasdan. Aynan bilmasdan qilganim uchun o'sha niyat va tavakkalni adashib, surtinib bo'lsa ham yaratgan yetkazdi niyatimga. O'sha yo'limda hayotni achchiq sinovlaridan yaratgandan qaytdim va yaratganga qayta qaytdim. Hech narsaga qaramasdan shukr qilishni o'rgatdi. Ba'zan o'ylanib qolaman. Agar o'shanda niyatni to'g'ri qo'yganimda-chi, o'rgatadigan odamim yo'q edi yonimda. Ko'rib saboq oladigan, ko'rib o'rnak oladiganim yo'q edi. Ustozim yo'q edi yonimda. Xo'sh, sizda-chi bormi ustoz? Bilmaganingizda bildiradiganingiz bormi? Men aminman. Agar o'shanda niyatni kuchini, tavakkalni qudratini bilganimda edi, hayotim boshqacha bo'lardi. Lekin afsuslanmayman. Bilaman aniq, menga shu yo'l kerak edi. O'sha yo'l meni man qildi. Sizchi afsusdan g'amga botganmisiz hech? Qutulish kerak undan. O'tmishlarda go'zal saboq bo'lib qolib ketsin. Arzimaydi undan ortig'iga. Keling undan ko'ra kelajakni quramiz.